Salom do'stlar, demak IT bo'yicha yana videolarimizni davom ettiramiz. Bu safargi videomiz aynan sistem tarmoqda server shkafini terish bo'yicha bo'ladi. Xo'sh. Demak, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, bu bizning server shkafimiz. Biz demak bu tashkilotimizga kabellarni tortganmiz. Kabellarni devorlar orasida har xil demak imkon bor joylardan o'tkazishga harakat qilganmiz va kabellarimizni olib chiqqanmiz. Albatta bundan ham chiroyliroq qilish mumkin vaziyatga qarab. Xo'p, demak kabellarimizni olib chiqqanmiz va endi demak shkafimiz ichidagi patch panelimizga terishimiz kerak. Xo'sh, bugungi videomiz aynan shunga mo'ljallangan, patch panel bilan terishish. Xo'sh, patch panelimizga qaraymiz. Patch panelimiz mana demak Cat 5E markadagi patch panel. Xo'sh. Va orqasiga qaraymiz, mana Cat 5E. Siz qaysi turdagi kabel tortsangiz, o'shanga e'tibor berib, o'shanga qarab olishingiz kerak. Masalan, demak, Cat 6 markadagi yoki Cat 7 markadagi demak kabel tortsangiz, albatta o'shanga qarab patch panelni olishingiz kerak va patch panelni olgandan keyin patch panelni terib chiqamiz quyidagi ko'rinishda. Demak, mana patch panelimiz terilgan, ko'rib turibsiz. Va hozir mana patch panelimiz o'rnatilgan va patch panelimizning orqasida mana terilgan. Terib chiqilgan. Endi patch panelga qaraydigan bo'lsak, patch panelga e'tibor bersangiz, mana demak, mana bu yerda birdan tortib to demak 24 gacha bo'lgan port iborat. Ya'ni bu patch panelimiz 24 tali portdan iborat. Patch panel turlari mavjud, qo'shimcha o'rnatiladiganlari bor, 24 tali, undan ham kichkina va ko'plari ham mavjud. Bizga demak eng qulay shu. Va bu yerda ikkita variantni ko'ryapsiz. Terayotgan vaqtingizga aynan shu narsaga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni mana bu yerda A variant bor va B variant bor. Demak, biz odatda B variantda teramiz, aynan B variant ranglariga e'tibor bering. Demak, ko'k, ochiq ko'k, yashil, ochiq yashil. Demak, birinchi portimni, mana bu yerdagi birinchi portimni qaranglar. Shunday terishim kerak ekan. Bunda ochiq ko'k, ko'k, mana bunga esa ochiq ko'k to'layotganmi? Bunisiga demak yashildi va mana bu yerda ochiq yashildi. Mana bu yerda 4 ta qoladi. Keyin bu 4 taga o'taman. Yana B variantda qaranglar, malla va ochiq malla, undan keyin ochiq sariq va ochiq sariq. B variantda aynan shu 4 tasini bu yoqqa, 4 tasini bu yoqqa qilib teriladi. Tushunarli? Mana shunday qilib ulab olamiz va terib boraveramiz. Shunday qilib terib chiqamiz va undan keyin testlab chiqamiz har bir simlarni. Keyingi videoda ko'rishguncha